qiziqarli jangga o'rganishimiz kerak. Hojiakbar Abdullayev birinchi bo'lib chiqib keldi. Uning raqibi Mirzabek Mirzaxalil. Mirzabek Mirzaxalilov, men familiyasini ham bilgan bo'lishingiz mumkin. Mirazbek Mirzaxalilovning ukasi. Juda nomdor albatta. Uning akasi Mirazbek Mirzaxalilov. Ukasi ham O'zbekiston chempionatlarida ko'p kuzatganmiz, anchagina iqtidorli sportchi. Endi havaskor boksda xalqaro miqyosda baribir biroz omadi chopmagan. Mirazbekda ham bir paytlari bo'lgan mana shunday o'ziga xos to'lqinlar, bir balandga chiqish, bir pastga tushish faoliyatida bo'lgan. Muvaffaqiyatli davri ham biroz aynan omadsiz, muvaffaqiyatsiz emas, omadsiz davr bo'lgan. O'ng qo'lda zarba. Yana yorib kiryapti mana shu himoyani Jonzokirov referi. Eslatib o'tishimiz kerak baribir. Qo'llar ustidan chap qo'l ikkita zarba. Akasida ham, ukasida ham bir o'ziga xos jihat bor. Misol uchun biroz bo'y raqib tomonga og'ayotgan bo'lsa, darhol raqibga zarba almashishni taklif qiladi. Va bu joyda Mirazbek ham, Mirzabek ham juda kuchli. Taktika biroz esdan chiqadi. O'sha paytda faqatgina shu zarbalar almashishni o'tib ketadi. Dastlabki raund yakuniga yetmoqda. Yo'q.
Ikkinchi raund ko'ramiz. Juda xotirjam, juda ehtiyotkorlik. Kerak paytda yaqinlashyapti, kerak paytida uzoqlashyapti bir-biridan. Tavakkal qilishmayapti. Abdullayev chapaqay. Yo'q, turish holatini o'zgartiryapti. Eng qizig'i, kezi kelganda Mirzabek Mirzahalilov faollikni oshirishga harakat qilib ko'rdi. Qarang, jiblar bilan yorib kirib, yon tomonlama kombinatsiyalar amalga oshiryapti. Shu masofadan o'rta masofaga yaqin ham emas, o'rta masofaga kirib borib, mana shu zarbalarni o'tkazyapti. Qorinbosh ikkilik zarbasi klassik uslubda zarba berdi, chap berdi va yana hujum va bosqichma-bosqich o'sha qavatlarni buzishga harakat qilmoqda. Abdullayev faollashishi kerak. Bir joyda turib qolish boksda xato aslini olganda hisoblanadi. O'ng qo'l cross. Yana ikkita zarba mo'ljalga boryapti. Qorniga yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Chap qo'lda ikkita yon taraflama zarba Abdullayevdan va darhol javob Mirzahalilovdan. O'ng qo'l cross. Yana o'ng qo'lda zarba to'g'ridan yo'llangan. Ushlab qoldi hozir Abdullayev raqib qo'lini. Ikkita jab ortidan bu raundda juda ko'p zarba o'tkazib yuboryapti Abdullayev. Haddan tashqari. Jigariga zarba. O'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba. Yana kombinatsiya. Rekord zarbasi chap qo'l yon taraflama zarba. Ikkinchi raund yakuniga yetyapti. Ha, Abdullayevning burchagini nimadir o'ylab topish kerak. Biroz faolroq ishlash kerak shubhasiz. Uchinchi raund. Qani Abdullayev qanday yo'l tutar ekan yoki jang tizgini mana shunday davom etadimi? Sekin shoshmasdan Mirzahalilov zarbalar yo'llashda davom etadimi? Jismoniy juda yaxshi tayyor, ko'rinib turibdi Mirzabek. Birinchi raundda qanday harakat qilayotgan bo'lsa, mana uchinchi raundga kelib ham bir zum tempini pasaytirganicha yo'q. Bir zumga ham. O'ng qo'l cross, uppercut, chap qo'l yon taraflama zarba. Ikkita uppercut zarbasi.
o'ng qo'l kross ortidan. Yana bir o'ng qo'l kross. Boshning ortiq qismiga zarba yo'llama deb aytib o'tdi Obidjon Zokirov. Raqib ham boshni egish kerak emas aslida olganda. Tezkorlik bilan kirib boryapti ikkilik zarbasi. Chap qo'l yontirilma zarba o'tmadi. Qorniga zarba. Faqat kutayotgandek hozir jigariga o'tkazdi zarbani. Kombinatsiya yakunida uppercut, chap qo'l yon taraflama zarba. Ikkilik zarbasi, jab o'tdi. Hozir kuchli zarba, bir zum kara holatga tushib qolgan edi Hojiakbar Abdullayev. Va yana Mirzabek mana shu zarbasini o'tkazishga harakat qilyapti. Bordi 3-raund ham yakuniga yetmoqda. Qanday chaqirdi, qanday aldadi va qanday zarba yo'lladi. Mirzabek Mirzahalilov. To'rtinchi raund do'stlar. Abdullayev ikkita kombinatsiya amalga oshirmoqda yontirilma zarbalar bilan. Bu yog'iga Mirzahalilov ketdi endi. To'xtamaydi. Ikkilik zarbasi. Aytib o'tyapman-ku, jismoniy juda yaxshi tayyor. 4-raund o'tyapti. 1-raunddagidek jangni davom ettirmoqda. O'ng qo'llar ustidan yaxshi Hojiakbar Abdullayev. Darhol javob qaytaryapti Mirzahalilov.
Yana chap qo'l yondirilma zarba yakkalik zarbalariga og'irlik yuklashni boshladi Abdullayev. Yaqin masofaga kelib olgandan so'ng. Mirzahalilov esa o'rta masofa anchagina qulay bo'lyapti, anchagina. Yana ikkilik zarbasi. Yana ikkilik zarbasi o'tyapti, mo'ljalga boryapti. Yon taraflama zarbaga o'tib bo'ldi Hojiboy Abdullayev va ko'proq o'tishni boshladi mana shu zarbasi. Javob qaytarishda shu raqib yaqinlashayotgan bir vaziyatda. Va jang yakuniga yetmoqda, endi barchasini hakamlar belgilab berishadi. Yo'q, uzr so'rayman. Men reglament yo'q ekan. Demak, bu 4 raund emas. 6 raund belgilangan. Uzr so'rayman do'stlar. Mirzabek Mirzahalilov havaskor boksda ikkita jang o'tkazgan bundan avval. Siz ham biri 2022-yil, ikkinchisi 2025-yilda va mana shu yilning o'zi 3-chi jangini o'tkazyapti. Nurbek Qobilovga qarshi jang, birinchisida ochkolar bo'yicha g'alaba qozongan Tohirjon Mahkamov o'rtasida qarshi jangda ikkinchi raundda nokaut qayd etgan. Berkot ma'lumot o'rnini aytib o'tyapmiz. Yana ikkilik zarba. Yana jigariga zarba yo'llayapti. Qo'l pastga tushyapti. Buni sezdi-da Mirzabek. Mirzahalilov va mana shu nuqtaga zarba yo'llashdan to'xtamayapti. Jab, o'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba. Yana ketma-ket zarbalar qabul qilyapti va asorati sezila boshladi. Hojiboy Abdullayevda mana shu o'tkazib yuborilayotgan zarbalarniki jismoniy holat juda ajablantiryapti do'stlar. Mirzahalilovni juda yaxshi harakat qilyapti. Juda ham yaxshi.
Yana bitta raund bo'ladi, 6-si. Takroriy lavhalar. Raqibning zarbalaridan hayiqmagan holda jangni davom ettiryapti Mirzabek Mirzahalilov. Oltinchi raund so'nggisi. O'ng qo'l cross juda kuchli. Jigariga zarba yo'lladi ortidan. Yana mana shu kombinatsiya yakuni baribir jigariga mo'ljallanyapti. Har bir kombinatsiya yakunida zarba jigariga yo'llashga urinmoqda. O'ng qo'l cross kuchli ravishda peshonasiga raqibni zarba yo'llayapti. Mana shu zarba bilan yana ikkilik zarbasi sezyapti Abdullayev ham mana qaysi zarba qavatda o'zgarilishini. Finishni xohlayapti Mirzahalilov. Finishga borgisi kelyapti. Endi jab. O'ng qo'l cross. Yana jigariga zarba. O'tdi deyapti. Og'irlashtiryapti zarbalarini. Ketma-ket kombinatsiyalarni amalga oshirishga harakat qilyapti Mirzahalilov. Mana bu o'tdi zarba o'ng qo'l. Yana ikki zarbasi mo'ljalga boryapti. Yana o'tdi zarba, yana jab. Manzilida. Yana ikkilik zarbasi. Chap qo'l yon taraflama zarba. O'ng qo'l cross amalga oshirishga harakat qilib ko'ryapti. Ikkilik zarbasi kombinatsiya himoyani yorib o'tgan holda zarba 1-2, 1-2-3. Hozir 1-2, 1-2 amalga oshirdi. Yana ikkilik zarbasi. Abdullayev shunchaki bir nuqta turib qolib ketyapti. On soniya. Abdullayev rekordiga KO yozig'i bo'lmasligini juda xohladi va buni uddasidan chiqdi Qaysarmonada. Mirzahalilov esa g'alabaga kelgan edi. Qoyil qoldim jismoniy holatiga, uni jismoniy tayyorgarligiga, chunki temp umuman tushmadi. 6 raund mobaynida temp umuman tushganicha yo'q. Birinchi raundda qanaqa boshlagan bo'lsa, 6-raundda ham mana shunday. Ya'ni 6-raundni oshira oldi. Ketma-ket, tinimsiz, to'xtovsiz zarbalarni ko'rdik uning ijrosida.
Bu jang g'olibi Qizil Burchak vakili Mirzabek Mirzaxalilov. Mirzabek Mirzaxalilovning qo'li baland ko'tarilmoqda. Ishonchli jang o'tkazyapti. 3-jangi professionaldagi 3-g'alabasi. Do'stlar, takror lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Men esa mana shu nuqtada bugungi reportajimga yakun yasaman, ammo ushbu professional boks kechasidan qiziqarli janglarni haligacha kanalimiz orqali kuzatib borasiz. Aslo o'tkazib yubormaydi qolamiz. Ko'rishguncha.